Sergeli mashina bozori yonida Shinam uylar жилой kompleksida baquvvat qurilgan 9 etajli novostroykaning 6-etajida skvozin planirovka Yevroremont mebel texnikasi bilan yaqinda qo'shnilari bez remont holatida, pustoy holatida 59 ming dollarga sotishibdi ekan. Arzon narxda kanalda 57.900 dollarga remonti va texnikalari bilan skvozin planirovkani obzor qilib beramiz. Mana podyezdlari ham keng, bitta etajda 4 ta kvartira bor. Bu liftdan chiqqanimizda mana ko'rishlaringiz mumkin. Podyezddan kirganimizda to'g'rida oshxona, ota-onalar yotoqxonasi, bu yerda zal, sanuzelda alohida. Kirganimizda to'g'rida oshxonasi, kuxni mebellari yasatib qo'yilgan. Mebel texnika hammasi qolyapti. Bu yerda mana balkoni, Turon avtosaloni, to'g'rida Sergeli mashina bozor. Lokatsiyasi juda yaxshi joylashgan. Bu tarafda mana o'ng qo'lda ota-onalar yotoqxonasi, chiroyli mebel yasatib qo'yilgan, hech kim yashamagan. To'g'rida zal qismi ko'rishingiz mumkin, yaxshi shaboylardan qo'yilgan. To'g'ri hovlisi, sanuzellar alohida. Bu juda yaxshi taraf hisoblanadi. Keng joyga tashlab ketilgan, alohida joylashgan mana. Podyezddan kirganimiz o'ng qo'lda hojatxonasi. Faqat naqdga sotiladi, hujjatlari joyida, kalt notarius o'zida berib olinadi. Mabodo sotib olgandan keyin arendaga qo'yaman desalaringiz, 400 yillik 500 dollarga bemalol arendaga qo'ysalaringiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqmasin, pastdagi nomerga aloqa qilib bo'lasiz.